Hammaga assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Navbatdagi zakazimiz tayyor bo'ldi. Navbatdagi zakazimiz stolning razmeri 1.80 bo'ladi. Stollarni MDF ishlab berganmiz. O'shandan ko'rsatadi. MDF ishlab, kaptallarni fez bilan yo'ndirib lak urib berganmiz. Kraskari sircha kraski bo'ladi. Qirilib netib qolmaydi. Option zo'r. Ranglar ham shag'al bo'ladi. Materiallari mo'sh bo'ladi. O'tirgan yerlarni 2 gubchik qo'yib berganmiz. Kursini teylarni esa laminat qo'yib berganmiz. Bu dispagalarni yana ham mustahkam bo'ladi. Yalnız kraskasini ko'rsatib beramiz, uni qirilmaydi. Qirilib eshik kesib ketmaydi. Option chotki bo'ladi. Yana kursini ko'rinishi hammasi chotki ketib, suvaklari pishirib bo'lingan. Bu tarafda esa uni olib turishi ham. Uni olib turgan vaqtda option chotki 12 ham turaveradi. Bilasiz stolimizni, yongan vaqtida 5 cm, 6 cm qoldi. Açışlar ama açatmayın. Mexanizmdan option mustahkam etganmiz. Lazerdan chiqarganmiz. Backtarafdan ko'rsatib çok güzel ya. Bu ham qalingan. Endi laminatga qaraganda yanada mustahkam bo'ladi. MDFdan bo'lgan bo'lsa bahasi 1.650 ming so'm, laminatdan bo'lsa 1.500 ming so'm, taxta paneldan bo'lgan bo'lsa 1.400 ming so'm bo'ladi. 6 oylik komplektimiz. Materiallar ham option qalin. Yeni olan vaqtda katta solid turadi. Kim uchun xizmatlarimiz kerak bo'lsa havolarsangiz, xohlagan razmerlaringizda, xohlagan ranglaringizda ishlab beraveramiz.